hozirgi yoshlarda ko'pchilikda me'da kasalligi bilan chalingan 8 yashar, 5 yashar bolalarga qanday maslahat berasiz uy sharoitida ko'p pul sarflamasdan davolash uchun? Eng zo'ri birinchi navbatda yog'lik, shirinlik, oqnon, pichin, vafli, xrustyashka, kolafon hammasini yig'ishtirib tayyorlasin birinchi navbatda. Ozroqgina ochlik qilsin. Sabzi sokini o'zi gijja haydovchi. Agar zo'r gijja haydovchi. Agar sabzining sokiga ozroqgina o'zimizda mesni, oshqovoqni, urug'ini ichidagini, masalan 4 va 6 yoshlarga 75 gramdan 100 gramgacha ketadi. Maydalab turib, ezib turib, sabzi sokini och qolgan bola yeydi o'shani maza qilib. Ozroqgina asalni o'zi ham gijja haydovchi. Aralashtirib bolaga yedirsin, shuni o'zi yetadi. Faqat keyin ichini bo'shattirish kerak. Ya'niki xohlasa klizma, xohlasa nima qilsin, ya'niki makkay sanomi ichini ketkazadigan narsa qilish kerak edi xullas. Ichini ketkaztirib, siz aytgan dorilarni iste'mol qildirish kerak. Da, oddiygina yana bitta narsa. Sutga chisnokni qaynatib berish kerak. Ana shuni o'zi ham yo'taldi, ham gijja haydovchi, ham ko'ki yo'taldi davolaydi. Bu videoga like bosib, barcha ota-onalarga jo'natinglar, farzandlarga e'tibor qilinglar. Uy sharoitida arzon pul bilan bolani me'dasini tushirsa bo'lar ekan. Yosh kattalar, anorni po'stlog'ini olasiz. Anorni po'sti, ya'niki daraxti bor-ku, daraxtni po'stlog'ini olasiz. Ya'niki yosh novda bor-ku, po'stlog'ini olasiz, 2 osh qoshiqni bir yarim litrga solib, teng yarim qolguncha qaynatasiz. Uni 200 gram. Kun davomida ho'plab ichib, oshdan bo'lmaysiz, sabr qilib turinglar. Kun davomida ichingda kechqurun bu magniy sulfatdan yoki sanodan ichib, yaxshilab ichingiz ketkazing. Katta ilonlar chiqadi. Yosh kattalardan ham chiqadi. Yosh kattalardan. Bizda yeyish odatimiz yomon. Bu videoga like bosib, barcha tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Men 2 million 300 ming obunachisi bor. Qahramon tabib bilan intervyu qildim. Hammasi ishonchli va sifatli. Faqat bering, hech qachon kasal bo'lmasan, sizdaqa standart razmerda yursin, semirib ketmasin. Kuniga bir mahal ovqat yeng. Nafs tiying. Faqrona ovqat yeng, 100 ga kirasiz, o'lmaysiz, Xudo xohlasa. Gap bizning nafsimizda. Nafsimiz bizni o'ldiryapti. Shu xolos.